Canadian School of Tashkent o'quvchilari Londonda bo'lib o'tgan nufuzli Greenwich xalqaro olimpiadasida 6 ta bronza, 3 ta kumush va 2 ta oltin medallariga ega chiqishdi. Kuni kecha iqtidorlilarni Toshkent xalqaro aeroportida maktab rahbariyati va ularning ota-onalari tantanali ravishda kutib olishdi. Ta'kidlash kerakki, ushbu musobaqada butun dunyodan kelgan yoshlar ishtirok etadi. Mamlakatimiz tomonidan 11 ta medalga ega chiqish esa Toshkentdagi Kanada maktabining ta'limga va bolalarning qiziqishlariga qay darajada ahamiyat berilayotganidan dalolatdir. Batafsil Abdulhamid Hasanov lavhasida. Xalqaro Greenwich olimpiadasi bu Buyuk Britaniyadagi North London Grammar School tomonidan tashkil etiladigan nufuzli xalqaro loyiha tanlovidir. Ushbu olimpiada dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan iste'dodli yosh innovatorlarni birlashtirib, ularga o'zlarining ijodkorligi, tadqiqot ishlari va ilmiy salohiyatini xalqaro maydonda namoyish etish imkoniyatini beradi. Aynan shu musobaqada poytaxtimizdagi Canadian School of Tashkent o'quvchilari ham ishtirok etishdi. Men o'quvchilarimdan faxrlanaman. Ular IGO musobaqasida juda ajoyib natija ko'rsatishdi. Toshkentdagi Kanada maktabi jamoasi bilan biz bronza, kumush va ilk bora oltin medalni qo'lga kiritdik. Bu talabalarning fidoyiligi va qattiq mehnati natijasidir. Biz bu musobaqaga 5-6 oy davomida tayyorgarlik ko'rdik. Shuningdek, bizda ichki saralash jarayoni bo'lib o'tdi. Boshida biz jami 18 nafar talaba ishtirokidagi 19 ta loyihani qabul qildik. Keyin ichki tanlov saralashini o'tkazdik va Canadian School of Tashkent nomidan qatnashish uchun 6 ta loyiha saralab oldik. Shuningdek, ustozlar, rahbarlar va o'qituvchilarning ajoyib yo'l-yo'riqlari hamda qo'llab-quvvatlashlari albatta rahbariyat hamda ma'muriyat xodimlarining ulkan yordami natijasidir. IGO nafaqat tanlov, balki o'quvchilarga xalqaro tajriba orttirish va 21-asr uchun zarur bo'lgan muhim ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beruvchi platformadir. Jumladan, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, samarali muloqot, yetakchilik va omma oldida nutq so'zlash kabi ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Canadian School o'quvchilari esa shunday yo'nalishlarda birinchilardan. Londonda bo'ladigan olimpiada Greenwich olimpiadasidan podzemное поливание mavzusidan olimpiada bo'ldi. Mingdan ortiq odam qatnashdi. Natijada men birinchi o'rin oldim. Bundan oldingi yilda 3-o'rin olib kelganman chizish kategoriyasi bo'yicha. Londonda yana ekskursiyalar bo'ldi. Oksfordda, keyin Big Ben yo'lda. Mazkur olimpiadada qatnashish orqali o'quvchilar ilmiy izlanish va tadqiqot olib borish ko'nikmalarini mustahkamlaydi, o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, turli madaniyat vakillari bilan hamkorlik qilish tajribasini orttiradi hamda universitetlarga kirish va kelgusidagi akademik faoliyatida foyda beradigan qimmatli tajribaga ega bo'ladi. London menga juda yoqdi. U yer juda ajoyib edi. Musobaqada odamlar ko'p bo'ldi. Turli madaniyatlar bilan tanishdim. U yerda 50 dan ortiq turli xil davlatlar bor edi va men shuncha talabalar orasidan notiqlik san'ati bo'yicha 2-o'rinni egalladim. Shuning uchun kelajakdagi rejalarim ham ehtimol notiqlik bilan bog'liq bo'ladi deb o'ylayman, chunki bu menga juda yoqdi. Xalqaro Greenwich olimpiadasi yoshlarni innovatsion fikrlaydigan, keng dunyoqarashga ega va global miqyosda yetakchilik qila oladigan shaxslar bo'lib voyaga yetishga ilhomlantiradi. Canadian School of Tashkent esa yurtimiz uchun aynan shunday iqtidorli yoshlarni tayyorlash uchun muhim maskan bo'lib xizmat qiladi. Bu kun Abdulhamid Hasanov, Ixtiyor Orziqulov, Toshkent.